Hurmatli mijozlar, sizlar bilan hozir qanday to'g'ri inventarizatsiya qilishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun admin panelimizdan inventarizatsiya bo'limiga kirib olamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin oldin qilgan inventarizatsiya fayllari. Endi biz yangi inventarizatsiyani o'tkazmoqchimiz. Buning uchun qo'shish tugmasini bosamiz. Bosganimizda bizda savdo nuqtani tanlaymiz. Qaysi do'konimizda inventarizatsiya o'tkazishimizni bu yoqqa xohlasak biz raqamlab qo'yishimiz mumkin. Inventarizatsiyani 1, 2, 3, 4 qilib inventarizatsiyaga izoh yozishimiz mumkin agar xohlasak. Va alohida kategoriyalar bo'yicha inventarizatsiya qilishimiz mumkin. Yokida ta'minotchilar bo'yicha ham inventarizatsiyani o'tkazishimiz mumkin. O'shanda faqat shu ta'minotchining mahsulotlari chiqib keladi. Endi biz bularni alohida tanlamasdan turib umumiy holatda ham o'tkazishimiz mumkin. Izlashdan mahsulotni shtrix kodini skaner qilamiz yoki nomini yozish bo'yicha izlab topishimiz mumkin. Deylik, mana shu mahsulotlar. Mana bundan. Biz skaner qilsak o'zi chiqib kelaveradi yoki nomini yozsak o'zi chiqib kelaveradi va sonini yozamiz. Kutilayotgan holda, ya'ni programmada yo'q ekan, 0 ta ko'rsatyapti. Bizda deylik, realniy holatda 2 ta dona bor. Bunda realniy holatda ham 0, hozir ham 0. Deylik, mana bunda 5 ta dona bor. Bunda 56 ta emas, 50 ta dona bordir. Deylik, mana bunda 20 ta emas, 25 ta. Mana bunda bitta misol deylik. Shuncha tovarlar bor va bu mahsulotlarni skaner qilishda davom ettiramiz. Ya'ni bizda realniy qoldig'ini bor narsalari hammasini o'tkazib bo'lganimizdan so'ng endi bizda muammo borki, ya'ni do'konda mahsulot tugagan, lekin programmada ko'rsatib turgan mahsulotlar bor. Bu mahsulotlarni biz 0 ga aylantirishimiz kerak sonini va aniqlashimiz kerak. Buning uchun bizga inventarizatsiyalanmagan tugmasi yordam beradi. Buni bosamiz. Bosganimizda inventarizatsiya qilinmagan mahsulotlar shu joydan chiqib keladi. Va biz bularni sonini 0 qilishni bosib, hammasini qo'shishni bosamiz va bu mahsulotlar qo'shilib, biz tugatish tugmasini bosganimizdan so'ng bu mahsulotlarning hammasi inventarizatsiyadan o'tgan hisoblanadi va tugatish tugmasini bosamiz. Tasdiqlaymiz. Bu mahsulotlarimiz hammasi inventarizatsiyadan o'tdi. Endi biz qancha plyus va qancha minus bo'lganini ko'zchani bosib ko'rishimiz mumkin. Qarasak, bu joyda bizga oxirida ko'rsatib beradi qancha plyus va qancha minus bo'lgan. Kam omad 202 million chiqyapti, ortiqcha 309 minglik chiqyapti. Va bularimizni biz Excel faylga ham olishimiz mumkin bo'ladi.